هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Adiyat tefsiri 1. ayetten başlayıp okuyunuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Düvende diyektanlağa İbn Kesir Rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Adiyat suresi 1. ayetten başlayıp okuyunuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Sure Adiyat Mekke'de nazil olan 11 ayet. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. G'azilarning düşmanga hücum qilishida g'asirab yugurgichi, qattiq yugurganlikdan tuvoqlardan o't chiqarg'uchi, atiganda düşman ustiga bostirib kirgichi, qattiq chopqanlikdan to'pchang chiqarg'uchi, shu to'pchang bilan düşman to'pi ichiga kirib ketgichi otlar bilan qasamki, İnsan hakikaten Rabbinin nimetlerini şeksiz inkar kılgıçıdır. İnsan hakikaten onunğa, yani Allah'ın nimetini inkar kılganlıqıga elbette öz guvahtır. İnsan pul malga intayin heristir. Kabirlerdeki ölükle sırtqı çıkarılgan, dillardagi sirlar oshkor qilingan chaqda ularning hamma ahvolidan Rabbining haqiqatan xabardor ekanligini bu nodon inson bilmamdi. Alloh taolaning insonning berilgan ne'matlarga kufrlik qilg'uchi va hayrisman ekanligiga jang otlari bilan qasam qilganlik to'g'risida. Allah Teala özünün yolunda can qilishga ishiltildigan her türlük can atları bilen qasam qilib mundaq dedi. G'azilarning düşmanga hücum qilishida asırab yugurgichi, qattiq yugurganlikdan tuvoqlardan o't chiqarg'ichi, atiganda düşman ustiga bostirib kirgichi. Payg'ambar alayhissalommu g'azotlarda düşmanga hücum qilmoqchi bo'lsa, atiganlik azanga quloq solatdi. Eğer azan o'qilganligini anglasa, hücumga o'tmaydi. Navoda azan o'qilganligini anglamasa, hücum qilishni boshlaydi. Qattiq chapqanlikdan to'pchang chiqarg'uchi, shu to'pchang bilan dushman to'pi ichiga kirib ketgichi otlar bilan qasamki, inson haqiqatan Rabbining ne'matlarini shaksiz inkor qilg'uchidir. Yani Allah Teala'nın yuqoridagi otlar bilan qasam qilib bayon qilmoqchi bo'lgani o'zining inson haqiqatan Rabbining ne'matlarini shaksiz inkor qilg'ichidir degan so'zidir. Hasan Basri rahimahulloh bu oyatning ma'nosi inson haqiqatan o'ziga kelgan musibatlarni sanab Alloh Teala'ning uningga bergan ne'matlarini unutquchidir deganlik bo'ladi dedi. İnsan hakikaten onunğa, yani Allah'ın nimetini inkar qilganligiga elbette özü guvahtır. Bu ayetning iki xil ma'nosi bo'lib, birinci ma'nosi ayetning tarjimasida bayon qilingandir. İkinci xil ma'nosi Allah Teala hakikaten insanın özünün nimetini inkar qilganligiga elbette özü guvahtır deganlik bo'ladi. İnsan pul malga intayin heristir. Bu ayetning iki xil ma'nosi bo'lib, birinci xil ma'nosi insan pul malni intayin yaxshi ko'rguchidir deganlik bo'ladi. İkinci xil ma'nosi insan pul malni intayin yaxshi ko'rganlikdan uningga xuddi bexildik nihoyat herisman bo'lib ketadi deganlik bo'ladi. Bu iki xil ma'noning har ikkilisi to'g'ridir. Qiyomat kunidan qo'rqitish to'g'risida Alloh taolo bandalarni bu dunyoga bek berilib ketmaslikka buyurib, oxiratga rag'batlantirib, ularga
Dünya ahirlashgandan keyin bo'ladigan ishlarni va insonlar oxiratda duch keladigan qiyin, qo'rqinchli ahvollarni eskartib mundaq dedi. Qabrlardagi o'liklar sirtqa chiqarilgan. Dillardagi sirlar oshkor qilingan chaqda ularning hamma ahvolidan Rabbining haqiqatan xabardor ekanligini bu nadan inson bilmamdi. Ya'ni Allah Teala albatta insonlarning qilgan ishlarining hammasini bilguchidir. Ularning qilgan ishlarining yaxshi yomonligiga qarab, zarrachilikmi zulm qilmasdan mukofot yoki jazoni to'liq berguchidir. Alhamdulillah, Allah Teala'ga şükürler olsun. Şunun bilen Adiyat surəsinin tefsiri ahırlaştı. Kiler qitimda Sure Qari'a tefsiri 1. ayetinden başlap okuyumuz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.